Assalomu alaykum bizning kuzatuvchilar. Hozir bir xonadonimizda mana bu oynak terlash bo'lib qopti. Mana orqa tomonida pardasi bor ekan, ko'rinmayapti. Mana e'tibor bersangiz, mana bunaqangi bidir-bidir bo'lib suvlar oqayotibdi mana shu orqa tomonida. Oynak tuman bo'lib parlanib ketgan. Biz bu oynakni olib tashlab turib, chiroyli mana hozir oynaklarni mana bu yerda ham bor. Mana Alloh xohlasa buni boshqattalab yangilab solib beramiz. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Mana e'tibor bersalar, mana oqa palasa bo'lib turibdi. Mana bu oynaklarimiz ham xuddi shunaqa edi. Mana alishtirib yangilab berdik, chiroylilab. Mana ko'rib turganlaringdek taniq turibdi. Endi Xudo xohlasa bularni ham alishtirib beramiz. Kimga shunday nimalar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar.